Audio Jungle. Audio Jungle. O'zbekistonlik qiz Epstein haqida dahshatli ko'rsatma berdi. U 3 yil davomida zo'rlangan. Jeffrey Epsteinning jinsiy zo'ravonligiga uchragan o'zbekistonlik Roza boshidan kechirgan voqealarni oshkor etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilada ulg'aygani va 18 yoshida Nyu-Yorkdagi modellik agentligiga yollangani ma'lum qilindi. Bu haqda The Telegraph, BBC va The Independent xabar berdi. Roza 12 may kuni AQSh Vakillar palatasining nazorat qo'mitasi yig'ilishida ko'rsatma berdi. Jabrlanuvchining aytishicha, 18 yoshligida Epsteinning hamkor va modellik bo'yicha agenti Jean-Luc Brunel bilan tanishgan. Aynan Brunel qizni O'zbekistondan AQShga iste'dod vizasi asosida olib kelgan. Menda iste'dod vizasini olish uchun yetarli hujjatlar bo'lmagan. Bunga 100% aminman. Menga tasavvurimga ham sig'maydigan modellik karyerasi va'da qilingandi. Moliyaviy jihatdan beqaror oilada ulg'ayganim sababli men ajoyib nishon edim, dedi Roza. U 2009-yil viza bilan Nyu-Yorkka kelganini va Brunel uni Epstein bilan tanishtirganini ma'lum qildi. O'shanda amerikalik moliyachi West Palm Beachdagi uyida uy qamog'ida o'tayotgan edi. Epstein o'zbekistonlik qizga Florida ilm-fan jamg'armasida ishlashni taklif etgan. Mazkur tashkilotda Epsteinning o'zi 2008-yildagi hukmdan keyin faoliyat yuritgan. Jeffrey voyaga yetmagan qizlarga tegajog'lik qilgani uchun uy qamog'ida o'tirgan. Aynan o'sha vaqtda menga ham zo'ravonlik qildi. Kunlardan birida uning massajchisi meni xonasiga chaqirdi va u yerda Jeffrey menga birinchi marta tegajog'lik qildi. Keyingi 3 yil davomida men muntazam zo'rlash qurboni bo'ldim, dedi Roza. Zo'ravonlik Epstein uy qamog'ida bo'lganida sodir bo'lgani bois adolatga erishish imkonsizdek tuyulgani, ammo oxir-oqibat yordam so'rashga jasorat topganini aytdi. Shuningdek, Roza dekabr va yanvar oylarida e'lon qilingan Epstein fayllarida o'zining va boshqa jabrlanuvchilarning ismlarini ochiq qoldirgani uchun AQSh Adliya vazirligini tanqid qildi. Rozaning so'zlariga ko'ra, pedofilning ehtimoliy hamtovoqlari ismlari yashirilgan bir paytda uning ismi hujjatlarda 500 marotabadan ko'p tilga olingan. Bu holatni xato emas, balki ataylab qilingan tanlov deb atadi. Roza endilikda butun dunyodagi muxbirlar u bilan bog'lanayotganini ma'lum qildi. Men bu davlatga kelganimda hammasi boshqacha bo'ladi deb o'ylagandim. Bunday voqealar Qo'shma Shtatlarda sodir bo'layotganidan hayratdaman, dedi u. Afrika ikkiga bo'linishi mumkin. Yangi tektonik chegara izlari topildi. Sahroyi Kabirdan janubda joylashgan Afrika qit'asi kelajakda ikkiga bo'linib ketishi mumkin. Olimlar ayni paytda yer tarixidagi eng muhim geologik jarayonlardan biri, yangi tektonik plitalar chegarasi shakllanishining ilk bosqichlarini kuzatayotganini aytmoqda. Bu haqda CNN xabar berdi. Tadqiqotlar Tanzaniyadan Nambiyagacha cho'zilgan 2500 kilometrdan ortiq uzunlikdagi Kafue yorug'i atrofida olib borilmoqda. Bu hudud yer qobig'ida paydo bo'lgan katta yorug' bo'lib, tektonik harakatlar oqibatida qit'a asta-sekin cho'zilib, bo'linish jarayoniga kirishi mumkin. Mutaxassislar ilgari Kafue yorug'ini faol hudud sifatida ko'rmagan, biroq so'nggi 10 yilliklarda kichik zilzilalar, yer osti haroratining oshishi va sun'iy yo'ldoshlar qayd etgan yer sathidagi o'zgarishlar bu qarashni shubha ostiga qo'ygan. Frontiers in Earth Science jurnalida chop etilgan yangi tadqiqot bu fikrlarni yanada kuchaytirdi. Tadqiqotchilar Zambiyadagi issiqbuloqlar va geotermal quduqlardan olingan gaz namunalarini o'rganib, yer mantiyasidan chiqadigan geliy uch izlarini aniqlagan. Oxford universiteti tadqiqotchisi Ruta Carlane'ning aytishicha, bu signal chuqur geologik jarayonlar faollashayotganidan dalolat beradi. Biz qobiqda odatda uchramaydigan darajada ko'p geliy uch aniqladik. Bu mantiyadan moddalarning yuqoriga chiqayotganini ko'rsatadi, deydi u. Mutaxassislar bunday jarayonlar yangi plitalar chegarasi shakllanishining dastlabki belgisi bo'lishi mumkinligini isbotlamoqda. Agar bu jarayon davom etsa, Kafue yorug'i kelajakda yangi tektonik chegaraga aylanishi ehtimoli bor.